Nechta deksametazon bor наличиеda? Qarang, katta hamshira sizmisiz? Qizlarni o'qitish kerak. Eng bemorga yaqin xodim hamshira hisoblanadi-yu. Bitta shikoyat tushsa, kasaldan munosabatda bo'laman. Men haqiqiy bo'lsa, tibbiyotni mana shunaqa o'zgartiramiz. Yig'ilib, har nimalar qilib beraylik aka, nima dardingiz? Men obyektivniy rahbarman-da, sizdan talab qilish uchun bir narsani sharoitni qilib beraylik-da men. Ularda bitta qiyshiq yopishtirilgan, to'g'rilang, siz bo'lim mudiri kim bildi? To'g'rilamaysizmi? Qana yopishtirgan? Если какие-то пожелания, если вопросы будут, я готов ответить. Kerakli o'zingiz ko'rib chiqarsa, bu inventarizatsiya chiroyli emas-da, boshqacha qilaylik. Yaxshi bo'lib qo'yinglar. Birorta kamchiligingiz bo'lsa, menga ayting. Vrachlar yaxshi qarashyaptimi? Yaxshi, kamchiliklar yo'q. Ayting, kamchilik bo'lsa aytsangiz, bugun mana shu yerda hal qilgani chiqdim-da men. Yaxshi bo'lib qoldingizmi ota? Juda yaxshi-da. Kamchiliklar yo'qmi? Men bitta narsaga to'g'rilab ketay. Mana shu siz qo'shlar xunuk-da. Nimasi? O'zingiz qarang, chiroyli kiyim olganingizni, ustoz. Sog' bo'linglar. Qo'limni qisingchi, qo'limni. Sindirib olmang, bizni qo'l nozik bo'ladi. Hammalingiz zo'r bo'lib qoldi. Shuni chiroyliroq qilsa bo'ladi-da. Internetga kirib turib, mana shuni qo'yishni texnikasini qilsangiz, mana bu bemor xafa bo'ladi. Nima muomala qilsangiz? Eski tizim mayli, bo'ldi qoldi. Yangi tizimda ishlaylik. Vatanim deydigan yigitlar toqatda bu xalq. O'shan shuni oqlash kerak, sharaf. Antikorrupsiya. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning tashabbuslari bilan Farg'ona viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasiga yangi rahbar tayinlandi. Ya'ni yangi rahbar tayinlanganidan so'ng jamoatchilikning fikri shu bo'lyaptiki, bu rahbar tayinlangandan buyon nima ishlarni qildi. Hozirda biz birgalikda Farg'ona viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i bilan birgalikda yurib, aynan o'sha tibbiyot birlashmalarida va o'sha tez tibbiy yordam ko'rsatish muassasalariga kirib, kasallari bilan, ya'ni bemorlar bilan suhbatlashib, ularning fikrlarini jamoatchilikka havola qilamiz. Bu yog'ini muhokama qilish hurmatli fuqarolarimizga havola qilamiz. Rahmat, bizni kuzatishni davom eting va biz bilan birga bo'ling. Bu harakatimiz bilan albatta Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi o'zgarishlar dastlab undan oldingi nima bo'lgan va hozirgi o'zgarishlarni ko'rsatib jamoatchilikka havola qilib berishga bel bog'ladik. Astoydil. Rahmat, bizni kuzatishni davom eting. Antikorrupsiya. O'zgartirmasak boshqa iloji yo'q. Prezidentimiz ham, hokimimiz ham, vazir ham rozi bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Yaxshilayapsizlarmi? Rahmat. Bitta ko'raylikchi, apot qilaylikchi. Oshxonami bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yoqimli ishtaha. Yaxshi davolanyapsizmi? Suyimsiz? Bemorimizni ayolari Yaxshimisiz? Kamchiliklaringiz yo'qmi? Men yangi sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iman. Yaxshi qarashmasa, yo bir kamchilik bo'lsa, menga aytasiz. Hayit bilan tabriklab keldik-da. Rahmat. Yaxshimi? Yaxshi. Mehrlimi tibbiyot? Ha. Mehrli bo'lsin deb qattiq harakatdamiz, xudo xolasa. Yangi qo'yishdi, hukumatni ishonchini oqlaymiz, xudo xolasa. Prezidentimizni, vazirimiz, hurmatli hokimimizni, ha? Qayerda yotishibdi farzandingiz? 6-qavatda. Kirib ko'raman o'zim. Sovuq emasmi nimalar? Siz o'zingiz kelib ko'raveramiz. 6-palataga boraylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. O'tiring. Bu qissamiz Yo'javat tumanidan kelishgan. Ma'lumotni O'tgan bakteriya dezinfeksiyasi bilan konservativ muolajalar olyapti. Holatlari yaxshi, isitmalari tushib, azoshlari kamayib, holat ancha stabillashdi. kamchiligingiz yo'qmi? Yaxshi. Bu yigitchasi. Yigitchamiz o'tgan tashkil qorayishi bilan kelishgandi. Operatsiya qilib yapildi. Holatlari yaxshi. Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Salom. Qani so'rashib qo'ymaysizmi? Assalomu alaykum.
Mollarda aka zo'rlarni ishlatinglar. Hammasi har xil. U ehtimol ekan. Bir xilidan qilib yaxshi qilamiz. Ismingiz nima siz ota? So'rashmay chaqib qo'ying. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'rash qo'ying. Javob beradi. Shaklga ketadi. Kamchilik yo'qmi? Qayerdan keldilaringizlar? Qayerdan keldingiz? Qo'sash. Yaxshi qarashyaptimi? Hayit bilan tabriklayman. Ota, sizni. Men boshqarma boshlig'iga bir e'tirozingiz yo savolingiz bo'lsa eshitishga tayyorman. Ha, bu yaxshi bo'lib qo'yinglar. Bu yigitchi, assalomu alaykum. Sizlar bilan kelishgan. Bugun 4-sutkasi, holatlari yaxshi. Juda yaxshi. Kamchilik yo'qmi sizda? Yaxshi qarashyaptimi? Hayit muborak bo'lsin. Dorilar berishdimi, yaxshimi? Sovuq emasmi? Xonalar? Yaxshi. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Bu yigitchani onasi, O'sha bunda shu 6 kunligida o'sha ingichka ichak atreziyasi bo'lgan ekan. Hozir o'sha qismat ichak tutilishi bilan kelishgan, konservativ dorilar olyapti. Ichak o'tkazuvchilari tiklangan. Holatlari yaxshi uyg'ongan. bo'ldi, mayli. O'rsa ozodan berib turibdi, o'shani ichib turibdi. Yaxshi. Momo bo'pti bo'lmasam, yaxshi o'tkazib oling, ha, hayitlarni. Menga bir topshiriqlar yo'qmi, kamchiliklar? Besh kasallikda bemor bor, operatsion holatda hozir. Dori-darmonlarimizda biz bo'limda 100% kasallarga ta'minlangan. Kim bitta ответственный? Chaqiringchi. Masalan, deksametazon nechta bor hozir astatkada? Ko'ringchi daftaringizni. Nechta deksametazon bor наличиеda? Shuna tizim bormi? Men onkologiyada rahbar bo'lganman. Bor, qabul. Kimyo dorilarda mana shu astatkada nechta bo'lsa, shuni ta'minlaganman. Jurnal bo'yicha. Hayajonlanmang, ko'rib o'zingiz ishingizni ko'rsating. Nechta deksametazon dorisi mavjud? Deksametazon BM. Bo'limimizda nechta deksametazon bor? Qani ko'rsatingchi 28 ta. 28 ta astatkada deksametazon bor, ha? Ultram degan dorichi. Ampula. Ultram. Postligida sizga o'zingizlar bor-da. Sakkizta. To'g'ri. Dorilarga qattiq turish kerak. Bu dorilarni xiyonat qilmaslik kerak. Bitta shikoyat tushsa kasaldan murosasiz munosabatda bo'laman. Xalqni aldamaylik, qo'yinglar. Bu xiyonat eng yomon narsa. Shuni bitta yuribmizki, to'g'rilab Sarakovka nechta? 40%. O'zim tekshirasizmi kelib har kuni? DFX bor, bo'limlar kesimida Har hafta aport qilib, standart lechini qilinayotgan yordam necha foizi tashqaridan kiryapti, necha foizi o'zimizda ta'minot. Ko'proq bularda xirurgik profilda infuzion terapiya, bular o'zimizda 15 xil ishlab chiqariladi. Antibiotik terapiya o'tkazadilar, antibiotiklar olamiz. Qolgan dorilar
bor. Tashkilotlarga tashqari uncha narsa yozilmaydi. Hozir 100% Uni atrofdagilar muammo bo'lganda ham o'zimiz shifoxonada ishlab chiqardik, infuziyada ham uzilish bo'lgan. yo'q bo'lgan. Nimalar qilib beraylik aka? Nima dardingiz? Men obyektivniy rahbarmanda. Sizdan talab qilish uchun bir narsalarni sharoitni qilib beraylik-da men. Nima yordam beray? Bir nima tashkillaymi? Muammo yo'q hozir bizda. Chunki siz orqali butun faqat biz o'zimizda. Biz o'zimizda ishlashimiz kerak. Shifoxona tomonidan hamma qilyapti. ya'ni keyingi safar kelganimda Sarakovga desam, Sarakovga qayerda nima dori yozganingizni ham bilmayapsiz-ku. Katta hamshira bu qizlar postovoy hamshira. Kim javobgar bo'lganlarga o'zi? Hozir bu qizim Hosimga qabul qilganida hozir jurnalga ko'chirib Har bittasini olib kelib medsiralardi. Bu qarang, bu bitta dorisini topolmasa bu dorisini. Qayerda yozilgan? Qarang, Sarakovkani topingchi. Sarakovka necha 40%lik glyukoza. To'g'risi bo'ladigan. Nimaga yo'qsizlar? Meteor nomi yozilgan bo'ladi, chiqib turadi. Endi ochsa o'sha yerga kiradi, bu unaqalar. Reanimatsiyalar hammasi. Kim yozadi bu jurnallarda? Rastuniy hamshira Nazorat sizdanmi? Siz javob berasiz, boshingiz bilan javob berasiz. Xalqni dorisiga javobgar bunaqa siz yozgandirsiz, topolmay turgandirsiz. Men hozir bular rasul qilishgan uchun xalq ishonsin-da tibbiyotning mehrliligiga, shu hurmatli prezidentimizni ta'minotlarini mana 90% dan oshiq deyishyapti. Bunaqa xiyonat qilmaylik-da. Nima yozibsiz? Noshpayt qo'yibsiz, mana yozibsiz. Nechta? 17 ta to'g'ri. Top bering-da, shuni qanday? Yozib qo'yingda, mana aytgan glyukoza qo'ysiz, endi ochsiz. Birinchi safar yuribman, keyingi safar vaqtimizni ham olmang-da, obyektivni. Kelaylik, ko'raylik. Assalomu alaykum. Bu yerga ikkita bo'lim bo'ldi hozir. Siz kimsiz bitta? Hamshira. Ismingiz nima? Dilrabo Abdujabbor qizi. Sog'liqni saqlash vazirimiz kim? Saqlash vazirligi. Qarang, katta hamshira sizmisiz? Qizlarni o'qitish kerak. Eng bemorga yaqin xodim hamshira hisoblanadi-yu. Hamshirani qattiq tarbiyalash kerak. Hamshiralardagi korrupsiyani ham juda qattiq olaman. Men shuning uchun keldim bu tizimga. Korrupsiyani yo'qotish uchun keldim. Eksterniyda ham, onkologiyada ham, bolalarda ham hammasida bitta hamshira olinsa, mendan o'tadi qilib qo'ydim hozir. Kadrlarni. Har bitta hamshiralar bo'yicha Xudoyorov Asilbek Anvarovich deyishingiz kerak-da siz. O'smir o'g'il bolalar xonasiga kiraylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayitlar bilan suyumsizlar? Yosh bolalar qo'shilib qandoqdan bo'lingan bemorlarni hozircha o'sha uchta portalga joylab qo'ygan. Ko'ryapsizmi, protsinilarda bir xil qilib sotib olishda ham bunaqa xiyonat qilmaslik kerak-da. Sotib olganda men onkologiyada bir xil haligi seri bir xil bosiq bo'lish kerak-da. Ota, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ota? Qayerdan keldingiz? Rishtondan. Bu soqat bo'lmayaptimi bu yigitcha? Futbolga ketib qizib ketdingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi ota? Mana desiz. Haytingiz bilan tabriklayman. Men shular boshqarma boshlig'iman. Birorta kamchilik yo'qmi deb keldim-da ota. Rahmat, yo'q, yaxshi qarashyapti. Zo'r yigit bo'ladi. Doktor bo'lasiz, mana desiz. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, rahmat. Juda yaxshi. Bananlar yeyapsizmi? Yo'q. Katta bo'lish kerak. O'zbekistonning bayrog'ini ko'taradigan yigitlar bo'lish kerak-da. Zo'r bo'ladi. Nima yig'layapsiz? Aka,
insonlar borku, masalan, mehrni sezadi-da, mehr haqiqiy bo'lsa, tibbiyotni mana shunaqa o'zgartiramiz, yig'ilib, har bittasiga yetadi. Mana shu yaxshi fazilatni beraman, doktorni o'rgataman. Hech narsa qilganimiz yo'q, yig'lab olyapsiz. Nimaga yig'layapsiz, opa? Xizmatingizdamiz. Men boshqa har bitta shifokor yangi tizimga aylanadi, mehrlikka o'tadi. Bo'ptimi? Rahmat. Bu yigitchi. Assalomu alaykum. Hali arsonlarga o'xshaydi-yu u yigit, После охоты deydi. Ovdan keyingi. Ismingiz nima sizni? Shiroz. Shiroz. Nice. Qayerdan keldilar? Do you speak English? I know speak English little. You? Tilni bilish kerak. Chet el tilini bilish kerak, kitobni o'qitish kerak bularga. Har bitta uyga bayroqni ilib qo'yish kerak. Kecha boshqarmaga bayroqlarni ilib qo'ydim. Vatanparvarlikni o'rgatish kerak. O'zbekistonning kelajagida bular, to'g'rimi? Prezidentimizni, xalqimizni umidi katta bulardan, xudo xolasa. Rus tilida ham, ingliz tilida ham bemalol gaplashadigan bo'lish kerak. Do you speak desam, jichcha deyapsiz. Qaysi so'zlarni bilasiz? Yaş 30%. 30% qaysi so'zlar? Car degani nima degani? Kar oldi. Mashina degani. Mototsiklmi? Apple-chi. To'g'ri, olma degani. Ha? O'rganib olasiz, mana deysiz. Nima bo'ldi o'zi sizga? Mashina ketdi. Ehtiyot bo'lish kerak-da endi, mayli. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi. Dorilar berishyaptimi? Kamchilik yo'qmi? Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Ha? Bizga ruxsat bering endi. Ha? Rahmat. Assalomu alaykum. Bu qizchachi. Yaxshimisiz, qizim? Sog'lig'ingiz yaxshi. Qayerdan keldingiz? Farg'ona tuman. Ay, yaxshi. Sizga nima bo'ldi? Biz ayağımız singandi, biz so'ydirgandi, endi oldirdi o'shani. Yaxshi bo'lib. Og'riyaptimi? Kecha operatsiyadan chiqdi. Bugun yaxshi holat. Endi yaxshi bo'ldi. O'zi ham doktor bo'lasa, bu qiz, endi shu doktorlarimizni ko'rib doktor bo'lasiz-da, xudo xolasa, qizim. Nechanchi sinfsiz? 3-chi. Juda yaxshi. Rus maktabidami, o'zbek maktabida? Qaysi tillarni bilasiz? Ona tili? Ingliz tilini ham o'rganing, bo'ptimi? Yaxshi o'rganing, o'qing, ha? Yaxshi bo'lib qoling. Rahmat. Sog' bo'ling. Menga nima yo'qmi? Xizmat yo'qmi? Topshiriq yo'qmi? Ha, yaxshi. Yaxshi o'qitish kerak bular. Kelajak shularning qo'lida. Siz eng zo'r doktorlar bo'lasiz, xudo xolasa. Ha? Gender tenglikni ta'minlab, sizlardan ham chiqish kerak nimalar? Zo'r sportsmenkalar chiqish kerak. Ha, nechta qizlarimiz chempion bo'lyapti, bayroqni ko'taryapti. Paraolimpiyadada chempion bo'lyapti, olimpiada chempion bo'lyapti. Mashina olib bergisiz keladimi onangizlarga? Qanday yoqimlisiz mashina olib bersangiz? Men ham xursand bo'laman. Bizda o'sha yoshligimizda gaplashgan qiz chempion bo'libdilar. Ha? Bo'pti. Kelishdikmi? Sog' bo'ling, sog' bo'linglar, yaxshi bo'lib qolinglar. Yaxshi o'tkazinglar hayitlarni. Bu kishimcha uxlab turgan ekanlar, biz bezovta qildik-da, momon, siz, ha? Mana gaplashganlari ham kelgan yo'q. Uyquni buzsa shunaqada, men kechirim so'rayman, uzr so'rayman. Sizlar tabriklagani chiqdim-da. Qayerdan keldilaring sizlar? Nima kamchilik? Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlar ko'rishaylik, rahmat katta. Rahmat. Aka qattiq ishlang, nonlarni ham qarang, Onlarda bitta qiyshiq yopishtirilgan, to'g'rilang, siz bo'limida kim bitta? To'g'rilaysizmi? Qanday yopishtirgan? Arteka biz navlar chiqib Bo'lmasam chiroyli boshqatdan qildirish kerak-da. Onlarni ham qarang, siz qo'shlarini boshqatdan do'stalonlik qilib, zo'r qilmaysiz, zo'r o'tirmaysizlarmi? Chiroyli bo'ldi. Onlarni qarang. Sinov. Pediatriya bo'limi. Kim bo'limida? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? У вас все хорошо? С праздничком вас. Спасибо вас также. Вот
начальник управления здравоохранения пришел навести вас, поздравить вас Спасибо, и в том числе больных. Спасибо. Если какие-то пожелания, если вопросы будут, я готов ответить. Не, у нас пожелание, чтобы только наши дети были здоровы. Новая администрация управления здравоохранения открытая. Всегда я готов принять Ну, вас, я вижу, как вы услышать там вас. красиво сделали, около быстро. Везде так должно быть. Везде флаг нашего государства, везде цветы, чтобы уже пришло время, что народ должен чувствовать нашу любовь, медицинскую любовь. Наше отделение, Мгм. Сколько коек? у нас 30 коек Мгм. рассчитано. Мгм. А сколько сейчас? На сегодня у нас с утра было 16 больных, потому что мы недавно открылись от карантина. 7 больных выписали, 5 больных. Assalomu alaykum. Hormanglar endi, hormanglar. Облздрав отдела. Nima kamchiliklar deb o'zim chiqib keldimda. Что вас беспокоит, что вам сделать? Это ординаторская же офис. Знаете, я что хочу? Я в Америке учился, в Турции учился, в Германии. Я хочу. Вы же основное время здесь проводите, правильно? Я хочу, чтобы врачи в хороших условиях, чтобы сидели, жили тут. Вот книжки, это очень похвально. Первый раз в экстренной книжке я вижу, чтобы у каждого врача должны книжки, и у вас тоже везде, чтобы была профессиональная медицина. Не, ну мы, вы знаете, наше отделение, мы все время повышаем свою квалификацию, занимаемся, вот тесты решаем. Недавно мы все 500 тестов отработали, которые на категориях. А молодые есть врачи? Молодых тоже есть, надо конечно, подтягивать. и молодые врачи Где они? тоже. Они сейчас, они на дежурство приходят. На дежурство. Но мы с ними тоже занимаемся, они приходят. у нас. Надо вот ustoz shogirdlikni kuchaytirish kerak da. А вы? Ra'no Tursunovna. Siz? Азизамон Алиевна. Xursandman tanishganimdan. У меня замечание. Mana shu narsalarni yo'qotish kerak-da. Bular nima degani? Bu noto'g'ri-da. Flamasterda yozib qo'yishi. Tibbiyot xodimichi so'zidan, tashqi ko'rinishidan-chi madaniyatligi, ma'naviyatligi bilinishi kerak-da. Xalqqa-chi ziyo olib keladigan tibbiyot xodimi, o'qituvchi. Mana shu biz insonlar, mani ustozim aytadilar-da, sen bilan gaplashib turganda sezish kerak inson, ma'naviyatlik, gaplashib ma'naviyatlik, madaniyatli inson bilan gaplashayotganini debdi. Врач таким должен быть. Я буду это требовать. Врачи теперь будут заниматься, сегодня поручение дал, наукой будут заниматься, языком будут заниматься. Будем изучать английский язык, русский язык. Do you speak English? Do you speak? Немножко. I know speak English, little. You? Немножко, я много не знаю. Medium, little. Да. You and you? Ну, некоторые слова. Ну так, со школьной. когда- Давайте вы начните изучать английский. Я помогу, чтобы вы были за границей. Европейскую медицину должны посмотреть. Mana kuchayish kerak, ishlash kerak. Siz ham, apa, bunaqa pensiyaga harakat qilish yo'q. Men yangi keldim. O'zim beraman kuchni, bosamiz birga. Meditsinani Farg'onada tibbiyotini ko'taramiz birga. Omad tilayman. Omad. Палату покажете? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi davolanyapsizmi? Bezovta qildik, uzr. Hayit bilan tabriklab kirdim. Boshqarma boshlig'iman. Boburjon ismim. Pirimqul Bobur Qahramonovichman. Kamchilik yo'qmi? Sovqatmayapsizlarmi? Yo'q. Kimlar bu kishim? Samirbek. Samirbek dam olyaptilar ekan. Доложите. Kecha bular qabul qilindi. O'tkir obstruktiv bronxit bilan yo'tal, bezovtalik, nafas olishga qiyinlashish. Hozir bugungi kunda muolajalar boshladik. Muolajalardagi ahvoli ancha yaxshi. Ertalabki obxod paytida bola qoniqarli, kayfiyati yaxshi, gemodinamikalari stabil.
hozircha o'sha kechagi buyurilgan muolajalar bo'yicha muolajani davom ettiryapmiz. Qo'shimcha dorilar taklif qilinmadi. Holati yaxshi, o'zgarish bo'lmayapti. Bolalarni ham uydan ruxsat bermaslik kerakda. Biz zo'rini bersak uydan olib kelmaydi. Мы должны предлагать самый хороший вариант. Это в онкологии все у нас сделано. Bir xil однотомный zo'rlarni olganman-da. Chiroylikka ham ishlaylik, sifatiga ishlaylik tibbiyotni. Ularni ham Sherali aka o'zingiz ko'rib chiqasiz. Bu individualizatsiya, bu chiroyli emas-da, boshqacha qilaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayramlar bilan. Rahmat o'zlaringga. Bu chaqalog'imiz bugun reanimatsiya bo'limidan perevod bo'ldi. Ikki tomonlama bronxopnevmoniya, obstruktiv sindrom bilan muolajalarni davom ettiryapmiz. Holati yaxshi. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, kamchiliklar yo'q, xonasi yaxshi. Ha, yaxshi. O'g'il bolamilar bu kishi? Qizaloq. Qizaloqmi? Nima ismlari? Sumayaxon. Sumayaxon. Qayerdan keldilar? Kimyan? Juda yaxshi. Rahmat. Bo'pti Sumayaxon. Qopdi. Yaxshi bo'lib qo'yinglar. Ha, rahmat. Birorta kamchiligingiz bo'lsa menga ayting. Vrachlar yaxshi qarashyaptimi? Ha, yaxshi, kamchiliklar yo'q, hammasi. Ayting, kamchilik bo'lsa aytsangiz, bugun mana shu yerda hal qilgani chiqdim-da men. Ham bayram bilan tabriklab, ham rahbarlarning oyog'i yerdan uzilmasligi kerak-da. Men я такой объективный человек. Bugun maylis qildim, maylisga kirib har bittasidan so'rashib, oldin vrachlardan so'rab, nima bezovta qilyapti? Bitta oila bo'lib hal qilaylik shuni. Bitta oila, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Shu tamoyilni qilib meditsinani aka Farg'onada tibbiyotni ko'tarmasak, bizdan hukumat rozi bo'lmaydi endi. Yangi rahbariyat tayyor oldilaringda. Qanaqa xizmat bo'lsa, я готов. Я с вами буду. Хорошо. Один звонок, я здесь буду. Если вот какая-то помощь нужна или поддержка какая-то, я всегда готов. Biz ham harakat qilyapmiz. Qiynalmaydi. Rano Tursunova. Aziza Abduxolim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Yana doktor bo'ladi shekilli, juda yaxshi kutib oldilar mana. Kulib. Ravshanbekov Muhammadali 9 oylik chaqalog'imiz Quva tumanidan kelgan. Ikki tomonlama bronxopnevmoniya, obstruktiv sindrom bilan bugun muolajalar davom etayotganiga 3-kun. Bolaning holati stabil. Hansirash belgilari, yo'tal belgilari, tana haroratini ko'tarishlari to'xtadi. Hozir holati stabil, gemodinamikasi yaxshi. Ko'rsatkichlar hammasi qoniqarli. Diplomat yigit ekanda bu yigit, diplomat yaxshi. Voy, ma'nat sana. Muhammad Ali. Ha? Yaxshi bo'lib qoldingizmi ota? Juda yaxshi-da. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, hamma Yaxshi qarashyaptimi? yaxshi qarashyapti. Hayit bilan tabriklab chiqdim-da. Mana. Tabriklayman. Dunyoda eng ezgu niyatlar tilayman. Prezidentimizni, hokimimizni salomlarini yetkazib, tabriklarini yetkazib keldim. Muhammad Aliga ham ma'qul keldim shekilli. Yaxshi qabul qildilar. Yaxshi bo'lib qo'yinglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sovuq emasmi xonalar? Yaxshimi? Yo'q, yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ota? Ismlari nima? Muhammadjon. Muhammadjon. Bular ham Quva tumanidan kelgan. Nafas yetishmovchilik, hansirash, yo'tal bezovtalik, obstruktiv bronxit tashxisi qo'yildi. Muolajalarni olyapti. Bugungi kunda holati yaxshi. Gemodinamikalari yaxshi, ko'rsatkichlari qoniqarli. Bola yaxshi, emishlari yaxshi, tana harorati hozirgi kunda yo'q. Nafas yetishmovchilik, hansirash belgilari o'tib ketdi. Qo'lni qo'yib yuboring endi, Muhammadjon aka. Hatto o'sha oldilar, qo'yib yubormayman. Yaxshi bo'lib qolinglar, tabriklayman bayramlar bilan. Sog' bo'linglar. Rahmat. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Ovqatlari yaxshimi? Ha, zo'r, yaxshi. Necha mahal ovqat beryapti? Shu mahal. 4 mahal emasmi? O'rniga ham bo'lganda Ertalab nima yedilar ertalab? Ertalab tashlashdi. Kasha, ha. Ha, bitta suyuq ovqat, kompoti, salatlari bilan beradi.
Hamma yo'llari yaxshi. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Yaxshi bo'lib qo'yinglar. Rahmat. Там наша процедурная, здесь вот где дети. Занимаются. Да, здесь вот они. Спортом надо заниматься. Спортом. И правильно надо кушать. Я вот на себе показываю здоровую жизнь. Без живота спортом занимаюсь. И я вам тоже советую. Ну, мы тоже. Заметно, что вы спортсменка. Не уставайте. А вот есть недостатки тоже. Должны мы. Это самый президент. А почему вот где вот флаг, национальность давайте, чтобы ватанпарварлик Я вот тоже здесь был. национальную вот эту сказку, это национальная там на стенах нарисовали. Bolalarni yoshligidan vatanparvar qilaylik-da. В кабинете. Bayroq vatanparvar qilib o'stirish kerak-da. Bu yosh avlodni Это вот национальная сказка. Вот здесь вот. bayroq ham qo'yib qo'ying. Har bitta больницаga bayroq qo'yinglar dedim-da. Кабинет там вот bayroq. Tashqarilarga zakat qo'ydik. O'zbekiston очень хорошо растет. Придет время, я вам обещаю, что сюда тоже будут учиться, Мы это чувствуем на себе, поэтому приедут в области медицины не только. у нас, вы находятся. знаете, не только вот дома это Vaqtlaringni oldik-da. Rahmat endi. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga Rahmat. за внимание, которое вы нам оказали. Men bitta narsaga to'g'rilab ketay. Mana shu skochlar xunuk-da. Хорошо. Siz o'zingiz qarang, chiroyli kiyim olganingizni, ustoz. Mana shular buni skochxonasidan do'stona qilib ishlaydik, chiroyli qilaylik. Shunaqa remontlarga necha shu замечание. Кармашкалар qilamiz. Вот это тоже наш дом. Здесь уже вот так вот сделали. Это ручная работа наших больных. Очень классно. Вот это вот тоже ручная работа. Все вот ручная работа, все здесь. Этот холл вот такой вот сделали. Значит, Как не долго? зря меня к вам привели. Здесь есть работа, здесь есть качество. А я обязательно Спасибо. везде побуду. И желаю всего наилучшего в мире. Спасибо. С праздничком еще. Вам спасибо вас также с праздником. Tabriklayman Мы очень bayramlar рады. bilan. Sizga ham Rahmat sog' bo'ling. sizga. Sen tabriklayman. Sog' bo'ling, rahmat, sog' bo'ling. Shunaqa- За внимание, которое вы нам Shunaqa оказали. rahbariyat keldi endi. Yangi rahbariyat, yangicha fikrlaydigan rahbariyat. Eng asosiysi xiyonat qilmaydigan rahbariyat. Xudo xolasa, siz va shu molitvami duo qilib tursalaring, ancha yaxshi o'rinlarga olib chiqamiz Farg'ona tibbiyotini. Rahmat katta. Sog' bo'ling, Rahmat. Rahmat. Sizlar hormang. Sizni bezovta qildikmi? Siz bezovta qildingmi? Balki olaylikmi? Qo'l qilayotganda almashtirib. Mana shularga e'tibor beringda. Mana ularchi bular yuma qarang. Zo'r nimaga bular yozib qo'yganda, shuni kompyuterdan chiqarib, chiroyli qilib qilish kerak-da. Bu narsalar ularnichi bu etikasiga to'g'ri kelmaydi tibbiyotda. Yangicha kravat, yangicha nima eskicha yondashuv. Siz chiroyli medsestrasiz qarang, siz shularni qilmagansiz qarang. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bayram bilan tabriklab chiqdim. Boshqarma boshlig'iman. So'nggi tamishit qizi. Kecha невнимательный bo'lib, 1,5 litr kровь olingan, kecha laparoskopический operatsiya qilingan. Разносторонний туберкулез. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Kamchilik yo'qmi? Ha, yaxshi. Yaxshi bo'ladi hammasi. Hayit bilan tabriklab chiqdim-da. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ko'p uylanmoqchi. Bunaqalarni ham qo'ymaslik kerak. Mana chiroyli emasda.
tekshirib olaman. Men shuni onkologiyada qilganman-da. Shipaverasizlar, mana shu burchaklari qolaveradi. Xirurgiyada yaxshi arteriy. Mana qarang. Mana hamma joyda arteriz mayt qolib ketaveradi. Hechcha mehr, hechcha kichik tibbiy xodimni hechcha esa mana qarang, mana hechcha mehr. Shularni remontni uzoqroq ushlab turaylik, vatanimizdagi. Hukumatning puli, hammamizning pulimiz, vatan hammamizniki. Ha, juda tozalikni qattiq ushladim onkologiyada. Mana bularni ham har bitta detalini-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bezovta qilibmizda. Onajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni ko'rgani chiqdim, onajon. Yaxshimisiz? Hayotlaringiz bilan? Boshqarma boshlig'imiz. Yangi bo'ldim. Hurmatli prezidentimizni, hokimimizni tabriklarini yetkazay deb chiqdim-da. Yaxshimi? Yaxshi davolanyapsizmi? Yaxshi. Qayerdan keldingiz? Kirgilida. To'g'rilar to'g'rilang, onajon. Ana, endi yaxshi bo'ldi. Rahmat. Nima bilan? Даважите. Nima, Begzor, bag'aki. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Men Shundan yaxshi. endi chiqdim hozir. Necha kun bo'ldi kelganingizga? Kechasi chiqdim. Ha, kecha keldingiz. Kechasi. Nima operatsiya bo'ldi ekan hozir aytishadi doktorlar. Appenditsit. Appenditsit? Yaxshi. Qayt ko'nglingiz aylanmayaptimi? Yo'q. Yaxshimi? Yaxshi xizmat ko'rsatishdimi? Dorilar berishyaptimi, dorilar? Ya o'zingiz oldingizmi? To'g'risini ayting. Menga aytavering, men. Yo'q, qilishyapti. Mana hozir ham 3 ta nima qilishdi. Ha, yaxshi. Qo'llaringiz issiq, yuzlaringiz issiq. Yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Bemor Yusupova Salimaxon bizga soat 20:30 da kecha kelishyapti. O'tkir apenditsit tashxisi bilan o'tkazilyapti. Bemorni soat 23:00 da endotravial narkoz ostida klinikasiga oldik. Yanimizda pnevmologik forma mahalliy peritoneal bo'limi. Endi qanday qilasizlarmi aka appenditsitni? Betka yoshi katta bo'lsa, to'rtli bo'lsa, endi trakealni qilamiz. O'zi rekomendatsiyasi ham shunaqa. O'sha narkozim qilinsin deb. Чисто этическим соображением. Onajon, sog' bo'ling. Hayotlaringiz bilan menga xizmat yo'qmi? Yo'q, juda zo'r bolalar. Xursand bo'ldingizmi? Boshqarma boshlig'i ham endi mana shunday pastga tushib, sizni oldingizga kelib, xabar olib, mana shunaqa yangi rahbariyat. Xudo xolasa ishonchda oqlaymiz onajon. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Sizchi? Meniki ham. Yaxshi. Sog' bo'linglar. Qo'limni qisingchi, qo'limni. Sindirib olmang, bizni qo'l nozik bo'ladi. Hammalaringga Zo'r bo'lib qoldi, yaxshi. Laparoskopiyani shu eng zo'ri laparoskopiyada yuqori texnologik operatsiya. Ikkinchi kun ayoqdasiz o'zi. Ha, xudo xolasa. Endi to buni ogizligimizgacha dunyoga ketib qolamizmi deb xayollar yuzi yoqqa ketdi. Rahmat doktorlarga hammasiga, vrachlarga ham, mana shu medsestralarga, sanitarkalarga, sizlarga ham tan joylaring sog' bo'lsin. Qishdek yengil bo'lib ko'chalar to'ldirib yuravering. Bola bunaqa deyotganlari oldin o't tufayli operatsiyasini olinsa 5 kun yotmasin. Qimirlamasdan yottirdi. Buni zo'n turardi. Bu narsani yangi texnologik operatsiya bo'lganligi uchun bugun o't tufayli olsa shu ertasiga mana o'rnidan odam turadi, yuradi tashqarida. O'shadan aytishyapti. Ruxsat bering endi menga. Mayli, hamisha oq yo'l, tan joylaring sog' bo'lsin, xush kelibsizlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Bu tug'ma kalsopol. Tug'ma kalsopol. Ha, eshitmaydi, gapirmaydi. Ular bizga 3-aprel tosh kasalligi deb toshni xarid qilyapmiz. Buni hasanlar. 4-aprel YPXga EPS bajarilgan. Rahmat. Insonchi mehrni albatta so'z bilan ifodalash sezadi. Mehrda baribir inson mehrni faqat so'z yoki eshitish bilan emas, onajon. Rahmat sizga. Yaxshi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib qolasiz. Yo'q, unaqa qilmang, men o'qib qo'yaman.
Sog' bo'ling. Onajon, yaxshi bo'ladi. Yaxshimi? Rahmat, rahmat. Duo qiling bizni. Rahmat, onajonim. Rahmat. Rahmat, rahmat. Bu kishi uxlayaptilar. Ha, siz opangizlar. Hop bo'ladi, hop bo'ladi, hop bo'ladi, hop bo'ladi. Hammasi joyida. Siz doim yurtboshini himoyalaridasiz. Yurtboshini himoyalaridasiz. Sog' bo'ling. Onajon, bitta duo qiling endi. Duo qiling. Turmang, duo qiling. Yurtimizni tinchligini, yurtboshimizni umrlarini, hokimlarimizni, elimizga duo qiling. Sog' salomat bo'lsin, uylarda hamisha tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, qo'llari yengil bo'lsin. Bemorlar mana aldab duo qilib chiqib, duo bo'lib ketishyapti. Sizlar o'g'lim sog' bo'ling, ishlaringizga omad bersin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Xush kelibsizlar, yaxshi o'tkazinglar bayramlarni. Sog' bo'linglar. Men uzr so'rayman. Bezovta qildik-da. Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Rahmat. Qayerga yuraylik? Qayerga yuraylik yana? Yo'q, bolalar общий holatda nima? Bular boks alohida yiringli kasalliklarda alohida qiladigan. Endi bitta hozir bittasi nima berdim, bular общий holatda. Erkaklar, ayollar asosan remontdan keyin 3 tadan qilib qo'ydik. Nimalar? Meni kasallar ko'payib qolsa 4 tadan Tushundim. Ha, bunisi bog'lovxonamiz ana. Dam olishyapti-da, bezovta qilmaylik. Aslida uning xonamiz. Bular bokslar, izolyatorda alohida kirurgik kasallarni COVID bo'lgandan asosan qoida berdi. Joyga alohida qilib qo'yamiz. COVID kasallarni hammasiga qo'shmadik. Odam chiqib turadi mana. Pulli xizmatlarni ham shu yerda qilib turadi. Hozir alohida bitta bo'lim qildik unga pulli xizmat. Pulli xizmatni yaxshi palatani alohida qilib birga qo'shib yubordik. Baribir etikam sobrajeniya bittasi pul to'lamaylik. Kecha noqulaylik keltirar ekan. Hozir to'g'ri ishlaydi, o'shalarga bo'lim boshqa bitta bo'limda qo'lni pullik degandan juda yaxshi ma'qul nima bo'ldi, решение bor. Sog' yaxshimi? Qalingiz, bayramlaringiz bilan tabriklayman. Boshqarma boshlig'i tabriklagan chiqdimda. Bobur Qahramonchi yaqinda bo'lganlar. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingiz? Mana, menga qarang. Mana qarang. Mana shuni chiroyliroq qilsa bo'ladi-da, internetga kirib turib, mana shuni qo'yishni texnikasini qilsangiz, mana bu bemor xafa bo'ladi. Mana muomala qilsak-chi. Bahodir Mirzayevich, mana yaxshi xalq, biz xalq shunaqa yaxshiki, yaxshi. Buni Germaniyada ko'rdim, Amerikada ko'rdim. Shunaqa chiroyli bog'lasa bo'ladi shularni. Mana to'g'ri tushuning, bu endi sizni emas, o'zimiz ichimizdagi e'tiroz, bo'ldimi? Chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Nima qilib yuribsiz, qanaqa odamsiz? Nima qilib yuribsiz? Aylanib yur deyshdimi? Juda yaxshi. Ko'proq harakat qilishingiz kerak-da. Oyog'iga nimalar elastikni bintlarni qilib. Nima diagnozlari? O'tkash kasali, o'tkir toshlar operatsiyasi. Sostenие после операции. Nasliy deng hammasini yurgizyapmiz-da. Yuqori texnik operatsiyaning eng zo'ri shu-da. Hamma doktorlar yaxshi. Qayerdan keldingiz? Kirgilidan. Ha, yaxshi. Hammalari yaxshi qarayapti. Yaxshi bo'lib qoling, sog' bo'ling. Rahmat. Bayramlaringiz bilan yana bir bor. Sog' bo'ling. Rahmat. Obxod qilsam. Obxodni qo'ynasini bilasizmi obxodni? Bular do'llarashib hozir Mana men xirurgman-da. Siz tushundingizmi nima demoqchiligim? Bo'ldi. Bunaqa bilan bo'lmaydi. Tibbiyotni qattiq qiling hamshiralarga. Tartib. Sifatli joydan sifat chiqadi, Bahor Mirzayevich. Mana biz boshqargan glavovrach bo'lib ishlaganman. Biz boshqargan joyga borsangiz, medsestralar obxod boshlandi desa, shunday tayyor bunaqa bo'lmasin. Bugun endi bayramni tabriklab chiqdik, lekin professional talab qilib olaman men. Qattiq ishlash kerak, Sherali aka. Eski tizim mayli, bo'ldi qoldi. Yangi tizimda ishlaylik. Har bitta qarchiga tozalikda ushlaylik. Xalq sezsin mehrli tibbiyot borligini. Har bitta bo'limga, har bitta hamshiraga
keyin hamshira olinishiga, ishga olinishlari, nimalarni muomalalari, muomala madaniyati, hamshiralarning kiyinishi, xalq kelganda shu birinchi qadamidanoq labbay opajon, labbay akajon, labbay aka, nima xizmat degandayoq shunaqa mehrli tizim qilaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bayramlaring bilan. Bu yigitcha kim? Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Ha, Sobir buloqdan. Bu yigitchi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldilaringmi? Assalomu alaykum. Kamchilik yo'qmi? Men boshqarma boshlig'iman. Bir kamchilik bo'lsa qilaylik. Sunnat degani kerak. Bo'ldimi sunnat? Ha, yaxshi bo'ladi hammasi. Zo'r bo'ladi-da. Malades. Tabriklar, bu to'y ekanda bugun, ha? Ha, malades. Zo'r. Sizchi? Akasi, Xudoyorxon. Gruppa поддержки. Xudoyorxonmi ismingiz? Ha, juda yaxshi. U Xudoyorxon ism xonlar ismi ekan, Qo'qon xonligini boshqargan. Siz ham shunaqa bo'lishingiz kerak. Vatanparvar bo'lib, bu yigitchani oldiga olib, Jamolxon aka? Jalolxon aka. Bo'ptimi? Sport bilan shug'ullanish kerak. Vatanparvar, vatanni sevish kerak. U qiladigan ish ko'p. Bu kelajak shularda qo'lida. Harakat qilyapmiz. Ingliz tilini o'qiyapsizmi? Ha, yaxshi o'qiyapsizmi? Mani ismim Xudoyorxon, deyinchi inglizchalar. Qaysi til bo'ladi? Dadalarimisiz siz? Yo'q, amakisi. Albatta bitta chet tilini bilish kerak. Kelajak shuni. Qilishyapti hozir. Harakat bo'lyapti. Bo'ptimi? Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi ishlayapti. Bugun sizmi navbatda? Sizchi butun mana shu shoshilinchda yuzisizda. Sizdan mana yangi rahbar bo'lib talab qilayotgan narsam meni eng xushmuomalalik, shirin so'zlik, har bitta bemor kelganda labbay, nima dardingiz bor, nima sizni bezovta qildi, qayerdan keldingiz deb yomon inson yo'q. Faqat shirin so'z, bariga jicha quloq solib dardini olish kerakda, shunda bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Akajonim. Yaxshimisiz akajon? Yaxshimi? Qo'riqlashdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Sog' yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bitta talab. Aka, shirin so'zlik. Shifoxonada-chi mehrli tibbiyot borligini ko'rsatib ishlaylik. Yangi rahbariyat, men qo'llab-quvvatlayman. Lekinchi dardi bilan keladi-da. Dardi bilan kelganda shu ko'krakdan itarmasdan ichqo'llab so'rashib, necha egiluvchanroq bo'lib, shunaqa qilib ko'rsataylik. Farg'ona tibbiyotini posbonlari sizlar-da. Posbon degani bu unaqa qilish emas, to'g'ri tushuntirib, egilib yaxshi ishlash kerak. Shunaqasi bo'ladimi? Bo'ladi. Mana shu bayroq sharafda bu. Men uchun men shunaqa yigitman-da. Bayrog'imiz, gerbimiz sharaf. Men boshqarmaga birinchi qilgan ishim O'zbekiston bayrog'ini ildirib qo'ydim. Bu bayroqni toqib yurgandan keyin bu bayroqni xalqqa vatanim deydigan yigitlar toqatda bu xalq. O'shani shuni oqlash kerak, sharafni. Qanaqa yordam bo'lsa, men tayyorman yordam berishga. Nima kamchiliklar bor? Qiyinchilikmi, bir narsa bormi? Nima qiynayapti? Bo'lmasam yaxshi ishlaymiz. Siz bu sizda ham bormi bayroq? Yo'q, bizda endi yangi. Sog' bo'linglar. Hayitlaringizdan tabriklayman.